Hammaga salom. Aloqada Guru Markets. Korporatsiya haqida umumiy ma'lumotdan boshlaylik. Agar qiziqsangiz, uni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Biz ko'rib chiqilayotgan korporatsiyaning har bir ko'rsatkichini batafsilroq o'rganishni taklif qilamiz. Biz siz bilan kompaniyaning asosiy ko'rsatkichlarini tahlil qilamiz. Estee Lauder Tos Int Ticker El. Sharh 2025 yil 21 iyun holatidagi joriy ma'lumotlardan foydalangan holda yaratilgan. Tasnifiga ko'ra Guru Markets kompaniya Estee Lauder kompaniyasi pastki toifaga kiradi. Higiyena baholashda 18 ta kompaniya ishtirok etmoqda. Videoning oxirida buyurtma qarorlarini ko'ring. O'rganilayotgan kompaniya uchun umumiy natija -10 balldan 6-5 ball. Pastki kategoriya uchun o'rtacha ball 2-5 ball. Agar kengroq qarasangiz, butun bozor doirasida. Butun bozor uchun o'rtacha reyting 1-8 ball ekanligini ko'rishingiz mumkin. Minus reytingga qarshi 6-5 ball Estee Lauder kompaniyasi. Kompaniya aksiyalari narxining harakatini taqqoslash Estee Lauder Tos Int va kichik toifadagi kompaniyalar. Ko'rishimiz mumkinki, kompaniyaning aksiyalari 12 oy ichida Estee Lauder Tos Int -34.5% ga o'zgarishni ko'rsatdi. Kichik toifadagi narx dinamikasiga nisbatan -3.3%. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi Estee Lauder kompaniyasi 27.5 milliard dollarni tashkil etadi. Bozor kapitallashuvi 784 milliard dollarga teng bo'lgan kichik toifadagi 1.5 milliard dollarga teng. Kompaniyaning balans qiymati 2.81 milliard. Kichik toifadagi balans kapitallashuvi esa 96 milliard. Bozor va balans qiymati ulushlarini solishtirib, biz quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Egallagan ulush Estee Lauder kompaniyasi fond bozori kapitallashuvini baholashda kichik toifada 3.452% ni tashkil etadi. Kitob qiymati kapitallashuvi 2.936% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi bozor va balans kapitallashuvining tashkilot ulushini baholash yomon -1 ball. O'rganilayotgan kompaniyaning 6.72 milliard dollarlik qarz majburiyatlari bor. Qarz balans qiymatining 216% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning moliyaviy majburiyatlari darajasini baholash juda yomon -2 ball. Kompaniyaning bozor qiymati va foyda nisbati ga teng. 27 kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich bilan. Kichik toifadagi kompaniyalar bilan taqqoslaganda kompaniyaning fond bozori qiymatining foyda nisbati bahosi juda yomon -2 ball. Oxirgi 12 oydagi foyda -871 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun forward daromadlari 793 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Prognozli kelajakdagi foyda ko'rsatkichlarini kichik toifadagi kompaniyalar bilan taqqoslaganda baholash o'tish mumkin ball. Kompaniya narxining daromadga nisbati 1.8 ni tashkil qiladi. Pastki kategoriya uchun o'rtacha 3.2. Kompaniyaning qimmatli qog'ozlar bozori qiymatining daromadga nisbatini kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash yaxshi 5 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 740 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun kelajakdagi daromad noma'lum. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda kelajakdagi prognozli sotish hajmlari ko'rsatkichini baholash yomon -1 ball. Savdo marjasi -5.9% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha 11.9% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda sotish rentabelligini baholash o'tish mumkin -5 ball.
Kompaniyaning kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha ulushi 13,626% tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuvi ulushidan 295% ga ko'pdir. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan bozor kapitali miqdori $436,000 tashkil etadi. Kichik turkumda esa $1,722,000 bor. Kompaniyaning bir xodimga to'g'ri keladigan kapitalini kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash yaxshi, 5 ball. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan foyda miqdori -$14,000. Kichik toifadagi o'rtacha $63,600. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan foydani baholash tolet -5 ball. Kompaniyaning bir xodimga to'g'ri keladigan savdo hajmi $238,000 tashkil etadi. Pastki kategoriya $536,000. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan daromadni baholash tolet -5 ball. Aksiyalarning qisqa pozitsiyasi kichik toifadagi o'rtacha 1% ga nisbatan 4% tashkil etadi. Ko'rsatkich RSI kompaniya uchun 68% darajasini ko'rsatadi. Estee Lauder Tos Int. Kichik toifa uchun esa RSI darajasi 40% tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalarining hozirgi narxi $75.8 atrofida. Kompaniya aksiyalari uchun konsensus bahosi $64.99 atrofida. Keling, buyurtma jadvalini ko'rib chiqaylik. U hamma uchun mavjud, bog'langan izohdagi havola. Buyurtmalar jadvali ushbu mavsumda aksiyalarni baholash bo'yicha ma'lumot va ma'lumot tizimining barcha ommaviy qabul qilingan qarorlarini o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish bepul va ochiq, bog'langan izohdagi havola. Kompaniyaning baholashi natijasida Estee Lauder Tos Int. Baholashning axborot ma'lumotnoma tizimi Guru Markets quyidagi qaror qabul qilindi. Har bir aksiya uchun $75.9 ga pasayish bo'yicha savdoni oching. Bitim ochiq chunki kompaniya juda past bahoga ega. Korxonaning bahosi baholash usullari hokim indeksiga asoslanadi. Foyda olish 53.81 darajasida belgilangan. Stop loss 96.57 darajasida o'rnatiladi. Agar buyurtma foyda olish yoki zararni to'xtatish bilan yopilmasa. Ushbu tartib 2025 yil 21 iyuldagi birja sessiyasi natijalariga ko'ra mustaqil ravishda belgilanadi. Yoki ushbu sanadan oldingi oxirgi ish kunida. Tishker, Natir, asosiy xarid buyurtmasi bo'ladi. Asosiy buyurtma uchun video allaqachon ushbu kanalda chop etilgan. Buyurtmalardan biri yopilganda, tayanch yoki balanslash. Boshqa buyurtma haqiqiy narxda yopiladi. Oxirigacha tomosha qilganingiz va ma'lumotnoma tizimidan foydalanganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Guru Markets.